Uyghur tilidagi farishta so'zining arab tilidagi atalishi malak bo'lib, malak kalimasining lug'at ma'nosi xabar berguvchi, elchi, kuch-quvvat degandek ma'nolarda keladi. Farishtalar nurdan yaratilgan bo'lib, ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydigan bir mavjudiyatdir. Farishtalar har vaqt Allohga itoat qiladi. Qur'oni Karimda mo farishtalarning borligiga iymon etishning farz ekanligi to'g'risida oyatlar bor. Farishtalar sanab bo'g'il bo'lmag'idek darajada bak ko'p bo'lib, hatto bu vaqtda mundaq rivoyatlar bor. Yer yuziga tushgan har bir yomg'ir tomchisi va qor donachilari birdan farishta ep tushadi. Bir qatim yomg'ir, qor tomchilarini ep tushgan farishtaga qiyomat kuniga qadar ikkinchi qatim navbat kelmaydi. Yomg'ir va qor donachalarining bir-biriga so'qilib ketmay tushishining siri va hikmati mo shuning uchundir. Amaliyotda diqqat qiladigan bo'lsak, odatda bo'ron chapqinlarmi bir-biriga so'qilib ketmagan holda aylandi. Xolos kalam. Atomdan tortib quyoshga qadar har bir narsa hayvatlik ilohiy o'rinlashtirishning doirasi ichidir. Yana bir tarafdan aytganda farishtalar bizning ruhimizga o'xshaydi. Ya'ni ruhimizni ko'rmay turibmi inkor qilmaganimizdek, farishtalarni ham inkor qilmaymiz. Farishtalar ichida 4 dona cho'ng farishta bo'lib, ular Mikail, Jibril, Israfil va Azraildir. Munkar, Nakir farishtalari bu farishtalar biz o'lgandan keyin qabrida bizdan savol so'rashga mas'ul farishtalardir. Rizvon ismli farishtalar. Bu farishtalar jannatga tayinlangan farishtalardir. Yana birisiga rahmat farishtalari bor bo'lib, bu farishtalar yer yuzida aylanib yuradi. Ba'zi hadis manbalarida bularning ismi rahmat farishtalari deb bayon qilingan. Gerçi rahmat farishtalari zaminning hamma yerida aylanib yursimi, ba'zi yerlarga bormaydiganligi bayon qilinmoqda. Xo'sh, undaqda rahmat farishtalari bormaydigan yerlar qaysilar? Birinchi. Rahmat farishtalari urug' tuqqanlar orasida sil rahimni uzgan kishi bor uyga yoki shu turdagi kishi bor o'rinlarga kirmaydi. Shunga har bir mu'min urug' tuqqanlarning haq-huquqlariga nihoyat sezgur muomala qilishi lozim. Ikkinchi. Ota-onasiga itoat qilmaydigan kishilarning uyiga farishtalar kirmaydi. Ota-onamizning xizmatini qilishga va ularni hurmatlashga ahamiyat berishimiz lozim. Janob Alloh Qur'oni Karimda o'ziga ibodat qilishdan qasila birinchi bo'lib ota-onaga xizmat qilishga buyruq qilgan. Chunki insonning yaratilishining haqiqiy sababkori Alloh taolodir va tashqi sababkori bo'lsa ota-onadir. Uchinchi. Yetimning haqqini yegan, yetimning haqqini elib olgan kishining uyiga rahmat farishtalari kirmaydi. Janob Alloh Qur'oni Karimda yetimlarning haqqini yeyishni keskin cheklagan. Shuningdek, suyimli payg'ambarimiz bu ahvolni 7 dona halok qiluvchi cho'ng gunohlar qatoridan sanagan. Rahmat farishtalarining uyiga kirishni umid qiladigan kishi yetimning mollariga nisbatan adabli bo'lsin. Ularni qanot ostiga ilib holidan xabar olsin. Ularni yaxshi tarbiyalab chiqsin. Kimiki bu ishlarni qilsa mukofoti jannat bo'ladi. Uyiga rahmat farishtalari makonlashadi. Shundaqla bu uy yer yuzidagi eng xayrli uy bo'ladi. 4. Ichida jazoni yeyiladigan va ishiltiladigan uyga rahmat farishtalari kirmaydi. Jazona cho'ng gunohlarning eng cho'ngi bo'lib, bu amal Alloh va Rasuli bilan jang qiladigan bir amaldir. Bu amalni qilganlarning oqibati pek qo'rqinchli bo'ladi. Shuningdek, kunimizdagi insoniyatning va musulmonlarning beshiga kelayotgan falokatchiligining ko'pinchisi mushu jazoni sabablikdir. Jazonining turi va shakllari nihoyat ko'p. Rahmat farishtalarining sening atrofingda va uyingda bo'lishini umid qilsang, har qanday shakldagi jazonidan yiroq turginki, jazoni xurlarning beshiga kelgan musibat, falokatlar sening beshingga kelib qolmasin. 5. Ichida it, jonliq narsalarning rasmi, haykal va junub kishi bor uylarga farishtalar kirmaydi. Abu Davud rivoyat qilgan. Suyimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu vaqtda mundaq deydi: Rahmat farishtalar kirmaydigan uylar turli balo musibatlardan qutulolmaydi. 6. Aroq va mast bo'lgan uylarga rahmat farishtalar kirmaydi. Suyimli payg'ambarimiz aroq bilan iymon bir yerda bo'lolmaydi.
biri yana biridan yiroqlashtirdi deydi. Bayhaqi rivoyat qilgan. 7. Qimorxonaga rahmat farishtalar kirmaydi. Janobi Alloh bu vaqtda mundaq deydi. Ey mu'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, butla, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlar bilan pal silish shaytonning ishi va nejis ishlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytondan yiroq bo'linglar. Maida surasi 90-oyat. Yuqorida tilg'ib o'tilgan yerlarga kirmaydigan farishtalar bo'lsa, rahmat farishtalaridir. O'lim farishtasi bilan amal daftarimizni xotirlaydigan farishtalar hech qachon bizdan ayrilmaydi. Xo'sh, rahmat farishtalari kamisi nima bo'ladi? Eng avval farishta kirmagan uyga shaytonlar kiradi. Ondan shayton bizni nachar ishlarni qilg'izishga urindi. Agar bir uyga rahmat farishtalari kirmasa, ularning bizga olib keladigan barakatidan, biz uchun qiladigan duolardan mahrum qolamiz. Hadis manbalarida bu haqda mundaq bayon qilingan. 1. Farishta kirmagan uyga shayton kiradi. Uyga kirgan shayton bizga har xil nachar ishlarni qildirish uchun vasvas qiladi. 2. Agar bir uyga mehmon kelsa, farishtalar uy egasiga duo qiladi. Agar u uyga farishtalar kirmasa, biz u duodan mahrum qolamiz. 3. Farishtalar zuhurliq turgan kishiga duo qiladi. Agar farishtalar kirmagan bo'lsa, u kishi farishtalarning duosidan mahrum qoladi. 4. Rasulullohga durud yo'llagan kishilarning gunohlarining mag'firat qilinishi uchun farishtalar duo qiladi. Agar farishtalar kelmasa, bu duodan mahrum qolamiz. 5. Alloh taolo zikr qilingan yerlarga farishtalar rahmat chachidi. Agar farishtalar kelmasa, bu rahmatdan mahrum qolamiz. 6. Qur'oni Karimni xatmi qilgan kishiga farishtalar duo qiladi. Allohdan mag'firat talab qiladi. Agar farishtalar kelmasa, bu duodan mahrum qolamiz. 7. Bir kishi namozini tugatganga qadar farishtalar: "Ey Rabbim, bu kishiga rahmat qilgin" deb duo qiladi. Agar farishtalar kelmasa, bu duodan mahrum qolamiz. Shuningdek, biz namoz o'qigan yerning atrofida farishtalarning kirishiga to'sqinlik qiladigan narsalar bo'lib qolsa, namozimizmi makruh bo'lib qoladi. 8. Oqshimi tahorat bilan yotgan kishi uchun bir farishta: "Ey Rabbim, bu kishiga mag'firat qilgin" deb duo qiladi. Agar farishtalar kelmasa, bu duodan mahrum qolamiz. 9. Qaysi bir uyda Qur'oni Karim o'qilsa, u uyda barakat va mo'lchilik bo'ladi. Shuningdek, u uydan shaytonlar yiroqlashadi. Farishtalar uyga to'planadi. Qaysi bir uyda Qur'oni Karim o'qilmasa va yaxshi amallar qilinmasa, u uy egillarga tor bilinadi. U uyda qiyinchilik, huzursizlik avj oladi. Shuningdek, rahmat farishtalari bu uydan yiroqlashib, u uyni shaytonlar qorshaydi.